Shu kunlarda poytaxtimiz tumanlarida Prezidentimizning 2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda ko'rsatilgan vazifalar ijrosini ta'minlash, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, energiya samaradorligini oshirish, taqchilligi qoplanishini ta'minlash bo'yicha qator ishlar hayotga joriy etilmoqda. Bu borada Olmazor tumanida ham samarali natijalarga erishilyapti. Olmazor tumanida 64 ta mahalla bor. 26 ta yirik elektr energiyasi iste'molchilari mavjud. Tabiiy gaz iste'molchilari soni 71.179 ta. Shundan aholi foydalanuvchilari 69.215 ta. Ulgurji foydalanuvchilar 1964 tani tashkil etadi. Gaz hisobdoni o'rnatilgan ko'p qavatli xonadonlar 34.112 ta. Me'yor asosida tabiiy gazdan foydalanayotgan xonadonlar 35.003 ta. Davlatimiz rahbarining 57-sonli qarori asosida Olmazor tuman prokuraturasi tomonidan muayyan ishlar olib borilmoqda. Ishchi guruh tuzilib, tadbirkorlar, aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Masalan, o'tgan yili 155 ta tadbirkor tomonidan tadbirkorlik subyekti bino va inshootlariga 4620 kilovatli quyosh paneli o'rnatildi. Joriy yilda tumanimizda 10200 kilovatli quyosh panel o'rnatish rejalashtirilgan. 2025-yilning o'tgan davrida 1 megavat miqdorida quyosh paneli o'rnatildi. Yil yakuniga qadar 10200 kilovat quyosh panel o'rnatish rejalashtirilgan. Tumanda energiya tejamkorlikni ta'minlash, iste'molchilarga elektr energiyasini uzluksiz yetkazib berish maqsadida ijtimoiy soha obyektlari, ko'p kvartirali uylar hamda mahallalardagi aholi xonadonlariga bosqichma-bosqich quyosh panellari o'rnatilmoqda. E'tibor qaratish lozimki, o'tgan yilda Olmazor tumanida 1898 ta 31.7 kilovat quvvatli quyosh panellari o'rnatish rejasi belgilangan edi. 2024-yilda 481 ta 14.7 kilovatdan ortiq quvvatdagi quyosh panellari o'rnatilishi ta'minlandi. Tumandagi mana bu yirik korxona trikotaj matolari, tayyor kiyim-kechaklar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Korxona tarmoqlarida umumiy hisobda 5000 ga yaqin kishining bandligi ta'minlangan. Ishlab chiqarish asosan energiyaga bog'liq mazkur yirik sanoat majmuasida energiyani iqtisod qilish, tejamkorlikni ta'minlashga katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Yirik ishlab chiqarish korxonalari mamlakatimiz iqtisodiyotining lokomotivlari sanaladi. Korxonada bir oyda 2000 tonnadan ortiq mahsulot ishlab chiqariladi. 80% Yevropa, Markaziy Osiyo, Afrika davlatlariga eksportga yo'naltirilgan. Uskunalar modernizatsiya qilinib, zamonaviylariga almashtirilmoqda. Bu esa o'z-o'zidan energiya samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi deganidir. Endilikda tejamkorlikni ta'minlash maqsadida korxona tomlariga quyosh panellari va Germaniyadan keltirilgan zamonaviy generator o'rnatildi. Prezidentimiz tomonidan energiya samaradorligi bo'yicha katta e'tibor berilyapti. Shu jumladan bizning korxonamizda ham bugungi kunda quyosh panellari o'rnatish yuzasidan amaliy ishlar olib borilyapti. Hozirgi kunda korxonamizda elektr energiyani 70-75% ni o'zimiz ishlab chiqaryapmiz. Quyosh panellari, gazogenerator uskunasi o'rnatildi. 2-3 megavatli 14 oy ichida 20.821.000 kilovat elektr energiya ishlab chiqardik. Hozir yana bir katta kompaniya quyosh o'rnatish va ishlab chiqarish bo'yicha katta bir korxona bilan muzokaralar, shartnomalar olib borib, kelasi haftada 100 kilovatlik yana quyosh paneli o'rnatmoqchimiz va buni samaradorligini bilib quyosh panellar o'rnatmoqchimiz. Toshkent viloyatining O'rtachirchiq tumanida yana bir korxona ochmoqchimiz. Yangi korxonamizga ham quyosh panellari o'rnatish maqsad qilingan. Jizzax Zardor tumanida, Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida, Sirdaryo Sardoba tekstil korxonalarida ish faoliyatini yuritib, hozirgi kunlarda o'sha joylarga ham ko'p miqdorda asosiy energiyani quyoshdan olishga e'tibor qaratmoqdamiz. Ishlab chiqarishimiz 85-90% eksport qilamiz. Bu asosiy maqsadimiz energiya tejamkorligiga erishib, mahsulotlarning narxini tushirib, muqobil energiyaga keng foydalanishga qaratilgan. Mana bu avtomobillarga yoqilg'i qo'yish shoxobchasining tomlariga ham to'liq quyosh panellari o'rnatilib, tejamkorlik borasida yangi imkoniyatlar ishga solindi. Endilikda tadbirkor tekin elektr energiya manbasidan foydalanib, bir vaqtning o'zida ortgan energiyani davlatga ham sotmoqda. Natijada prezidentimiz qaroriga asosan mol-mulk va yer soliqlarini ham imtiyozli ravishda amalga oshirish imkoniga ega bo'lishyapti. Hozirgi kunda quyosh panelidan foydalanish bo'yicha yoqilg'i quyish shoxobchasi 400 kilovat quyosh paneli qo'yilgan. 800 dona quyosh paneli bor hozirgi kunda. Foydasi yaxshi.
quyosh panelidan chiqqan tokni davlatimizga topshiramiz. Ulardan o'zimizni ehtiyojimiz uchun yana ishlatamiz. Ularga beramiz, ulardan olamiz. Shunaqa ishlab turibmiz. Bu juda qulay. Korxonamizda hamma joyini quyosh paneli bilan o'rab, o'zimiz foydalanib, davlatimizga ham beradigan sharoitga chiqish uchun harakat qilyapmiz. Ayni vaqtda 400 kilovatga hozir mo'ljallab qo'yilgan. Kelajakda yana buni ko'paytirish arafasida turibmiz. Bu bo'yicha tegishli korxonalar bilan shartnomalar imzolaganmiz. Olmazor tumani elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan o'tgan yilda Xoncharbog', Eski shahar, Quyosh mahallalarida yuqori kuchlanishli kabellar yangilandi. Ko'haka va Paxta mahallalarida yangi transformator o'rnatildi. Dastur bo'yicha reja 97 kilometr kabel tarmog'i, 28 ta transformator o'rnatishni tashkil qilgan. Olmazor tumani Ibrohim ota mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Patsansida Vazirlar Mahkamasi 259-qaroriga asosan modernizatsiya rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. 110 kilovolt, 35 kilovolt hamda 6 kilovoltlik chiquvchilik uskunalarning hammasi yangi tipdagiga o'zgartirilmoqda. Bu o'zgarishlar bizga elektr energiyasini uzluksiz va ishonchli ta'minlashga imkon yaratib beradi. Aslida bu yerda 40 yil oldingi uskunalar faoliyat yuritgan. Endilikda esa bu hamma qurilmalar yangi qurilmalarga almashtirildi va ishchilarning ishlashiga katta qulayliklar yaratildi. Olmazor tumani hududida 9 ta podstansiya joylashgan. Bularning ikkitasi 259-qarorga asosan yangilanmoqda, bittasi 91-qarorga asosan boshqatdan qurilmoqda. Qolganlari ham bosqichma-bosqich yangilanadi. 2025-yilda elektr tarmoqlarini rivojlantirish chora-tadbirlari ishlab chiqilgan bo'lib, 2025-2026 yil kuz-qish davrida tuman iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy va energetika sohasi obyektlari hamda ko'p kvartirali uy-joy fondini barqaror ishlashga tayyorlashni ta'minlash bo'yicha ishlar hozirdanoq boshlab yuborilgan. Bunda mavjud transformator punktlari, havo elektr tarmoqlari, podstansiyalarni mukammal va joriy ta'mirlash ko'zda tutilgan. Haqiqat, joriy yilda Toshkent shahrida 98,95 kilometr elektr uzatish tarmoqlari, 9 ta transformator punktini yangilash rejalashtirilgan. Ushbu yo'nalishdagi ishlarning bajarilishi natijasida 35 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida yashovchi 37 mingdan ortiq aholi, shuningdek ijtimoiy soha va tadbirkorlik subyektlarida elektr energiyasi ta'minoti yanada yaxshilanadi. Bugungi kunda mamlakatimizda energiya iqtisod qilishda juda katta e'tibor qaratilmoqda. Shu jumladan Olmazor tumanida energiya samaradorligini oshirish maqsadida chora-tadbirlar ishlab chiqarilib, hayotga tatbiq qilinmoqda. Tumanimizda 72 mingta iste'molchi bo'lib, bulardan 1800 tasi ulgurji iste'molchi hisoblanadi. Mavjud bo'lgan eski ishlab chiqarish asboblarini yangilariga tejamkor uskunalarga alishtirmoqda. Natijada 30% gacha samaradorlikka erishilmoqda. Ma'nan eskigan gaz quvurlari o'rniga yangi quvurlar o'rnatilmoqda. Olmazor tumanimizda 1800 dan ziyod ulgurji iste'molchilar mavjud. Ularning barchasi hozirgi kunda uzluksiz tabiiy gaz bilan bir me'yor ta'minlab kelinmoqda. Olmazor tumanida 64 ta mahalla mavjud bo'lib, energiya samaradorligini oshirish maqsadida mahallalarda borib birma-bir tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Natijada 2024-yilda 10 mingdan ziyod zamonaviy gaz yondirgichlari o'rnatildi. Bu degani mahallalarga, har bir mahallaga 500 dan ortiq yondirgichlar o'rnatildi degani. Ma'lum bo'ldiki, o'rganishlarimiz natijasida o'rnatilgan yondirgichlardan hisob qilingan tabiiy gaz sarfi bir oylik miqdori 250 metr kubga yetmoqda. Energetika xavfsizligini ta'minlash, aholi va tadbirkorlik subyektlarida energiya resurslarini uzluksiz yetkazib berish, ulardan maqsadli foydalanish, talon-taroj qilish holatlarining oldini olish bugungi dolzarb masalalardan. Energiya tejamkor uskunalarni o'rnatish, aholi va tadbirkorlarga berilgan imtiyozlarni tushuntirish, ularning ushbu imtiyozlardan foydalanishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib berish borasida Toshkent shahar hamda tuman prokuraturalari hamkorligidagi ishchi guruhlar tomonidan barcha zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda.